Spiral haqidagi ko'p savollar. Ikki shoxli bachadonga spiral qo'ysa bo'ladimi? Yo'q, ikki shoxli bachadonga spiral qo'yilmaydi, chunki bachadonning noksimon shakliga moslangan spirallarimiz. Ikki shoxli bo'lganda odatdagi normadagi shaklda bo'lmaydi, shuning uchun qo'yish kerak emas. Spiral semirtiradimi? Yo'q, semirtirmaydi. Agar u mirena bo'lmasa, ya'ni gormonal spiral bo'lmasa, tarkibida mis, kumush yoki propolis saqlovchi spirallar semirtirmaydi. Semirish sababini boshqa joydan qidiring. Spiral shaklini tanlash nimaga bog'liq? Bachadonning hajmiga va tug'ruqlar soniga. Spiral qo'ydirgandan keyin og'riqlar qancha davom etadi? Xo'p, sizda agar spiral qo'ydirgandan keyin uzoq bir haftagacha simirlovchi og'riqlar bo'lib turadi. Agar kuchli og'riq bo'lsa, shifokorga murojaat qilish kerak. Simirlovchi og'riqlar keyin o'tib ketishi kerak. Spiral tushib qolganini sezsa bo'ladimi? Agar bachadon bo'yniga tushib qolgan bo'lsa, pastlab qolgan bo'lsa, og'riqlar berishi mumkin yoki qonlar ajralmalar kelishi mumkin yoki ba'zilar uni sezmasligi mumkin. Ba'zi bir ayollar bor, butunlay tushib qolganini ham sezmaydi. Klimaks vaqtida spiralni olib tashlash kerakmi? Klimaks vaqtida ko'pchilik bezovta qilmayapti deb oldirmaydi. Oldirish kerak. Uni turgandan foyda yo'q. U faqat homiladorlikdan saqlovchi hisoblanadi. Ko'pchilik qo'rqadi yoki kelishni xohlamaydi, yaxshi turibdi deydi. Keyinchalik bachadon kichkinalashib borgan sari u spiral bachadonning mushak qavatiga, go'shiga qarab o'sishni boshlaydi. Oldirish kerak klimaks bo'lishi bilan. Bachadon teshilgan bo'lsa, spiral qayta qo'ysa bo'ladi? Bo'ladi vaziyatga qarab.